Dunyodagi eng zo'r, eng qimmat kamera bilan videoga olsangiz, kadr va rakurslarni bilmasangiz, hammasi bir tiyin. Bu videoda men kadr va rakurslar haqida gapirib bermoqchiman. Bizda asosan 5 ta asosiy kadr bor. Long shot. Odam to'liq muhit bilan ko'rinadi, atmosfera berish uchun. Full shot. Inson to'liq ko'rinadi, outfit yoki tana harakati uchun. Medium shot. Eng ko'p ishlatiladi, gapirish uchun ideal. Close up. Emotsiya, ishonch, kontakt uchun. Extreme close up. Ko'z yoki labni yaqin plan bilan ko'rsatish, dramatik effekt uchun. Low angle. Pastdan olinadi, kuchli dominant ko'rsatadi. Bundan tashqari 3 xil rakurs bor. Birinchisi ushbu ko'rib turganinglar high angle, yuqoridan olinadi, obyektni zaifroq, kichikroq ko'rsatadi. Ikkinchisi eye level. Bu oddiy ko'z balandligida qo'yiladi. Videomiz oddiy va samimiy chiqadi. Uchinchisi low angle. Pastdan olinadi, liderlik vibe'ini berib turadi. Qaysi kadr sizlarga ko'proq yoqdi? Kommentlarda yozib qoldiringlar va content marketingga qiziqadigan bo'lsanglar, sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda ushbu sohaga oid bilimlarimni bo'lishib boraman.